Eshitdinglarmi, qulupnaylar narxi ancha arzonlashib ketibdi. Qulupnay mavsumida eng mazali pirog tayyorlaymiz. Buning uchun 4 ta tuxumga 1 stakan shakar solib, oppoq bo'lguncha yaxshilab ko'pirtirib olamiz. 1 stakan sut, 1 stakan o'simlik yog'i solib aralashtirib, 2 stakan un va 1 choy qoshiq tarasi xisel qo'shamiz. Pirogimiz xamiri tayyor. Endi ustiga kroshkasini tayyorlab olamiz. Un, shakar, sariyog'ni ko'kon holatiga keltirib olamiz. 6 ta 7 ta to'g'ralgan qulupnaylarimiz ustiga kukuruzning kraxmal solib, yaxshilab aralashtirib olib, tayyorlab olgan pirogimiz xamiriga solib, aralashtirib olamiz. Qolipimizga solib, ustilarini ham qulupnay bilan bezab chiqamiz. Tayyorlab olgan kroshkamizni ustidan sepib, qizib turgan duxovkamizni 180 gradusda 40 daqiqa davomida pishirib olamiz. Ungacha vaqtni bekorga ketkazmasdan Italiya zavodida ishlab chiqarilgan Germaniyaning birinchi raqamli tozalovchi vositasi Vileda Turbo Smart shvabralari bilan uylarimni polini yaraqlatib artib olaman. Vaqtim ham bekor ketmaydi, uylarim ham top-toza bo'ladi. Ushbu mahsulotni bemalol Uzum market do'konlaridan xarid qilishingiz mumkin. Bu arada pirogim ham tayyor bo'ldi. Juda ham yumshoqqina og'izda eriydigan bo'lib chiqibdi. Ishlari ham bersh bo'lib qolmagan, g'ovay bo'lib pishibdi. Oling, siz ham yeb ko'ring.